Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir daqiqa. Faqat bir daqiqa o'ylab ko'ring. Agar bugun hayotingizning oxirgi kuni ekanini bilsangiz, nima qilardingiz? Kimga qo'ng'iroq qilardingiz? Kimdan kechirim so'rardingiz? Qaysi ibodatni ortga surmas edingiz? Qaysi yaxshi amalni bugunoq bajarishga shoshilardingiz? Biz odatda keyin qilaman, vaqtim bo'lsa boshlayman, hali ulgursam kerak deymiz. Ammo hayot bizga ertangi kun va'da qilinmaganini har lahzada eslatib turadi. Alloh bizga bugunni ne'mat qilib berdi. Bu kun tavba qilish uchun imkoniyat. Ota-onamizga mehr ko'rsatish uchun imkoniyat. Yaqinlarimizning holidan xabar olish uchun imkoniyat. Bir muhtojga yordam berish, bir qalbni xursand qilish va Robbimizga yaqinlashish uchun yana bir imkoniyat. Chunki hech bir jon ertaga nima topishini bilmaydi. Shuning uchun yaxshilikni kechiktirmang, chiroyli so'zni kechiktirmang, kechirim so'rashni ham kechiktirmang. Balki bugun aytilgan birgina meni kechiring, sizni yaxshi ko'raman yoki Alloh rozi bo'lsin degan so'zingiz kimningdir qalbini yoritib yuborar. Bugun o'zingizga bir savol bering. Agar bugun hayotimning oxirgi kuni bo'lsa, Allohning huzuriga xotirjam borishga tayyormanmi? Alloh taolo barchamizni umrimizni yaxshilik bilan bezashga, tavbani kechiktirmaslikka va har bir kunning qadriga yetadigan bandalaridan qilsin. Amin. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va layk bosib obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.